Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun sizlar bilan yalpiz, ya'ni xilva, ruschasiga myata perechная, Qalmatov farmakognoziya darslik 1981-yil 160-bet yalpiz haqida berilgan ma'lumotlarni qisqacha qilib tushuntirib beramiz. Yalpiz bir necha turda bo'ladi. Uyda ekiladigan yalpizni bir turini xalq orasida myata deb atashadi va bu ham foydali hisoblanib kuzgacha foydalansa bo'ladi. Dala yalpizni turini tarkibida efir moylari juda ko'p bo'ladi. Misol uchun mentol va boshqa efir moylari bor. Osiyo yalpizni turini kimyoviy tarkibida mentol bo'lmaydi. Ayniqsa yovvoyi turini tarkibida bo'lmaydi. Yalpizni tarkibi juda murakkab hisoblanib, asosan mentol, valeriana kislotasi bor, karatin, ursol va olenol kislotasi va boshqalar bor. Birinchi Ibn Sino fikriga qaraganda, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, sariq kasalligida, o't-tosh kasalligida, yuqori nafas yo'li kasalliklarida, ayniqsa bronxit, laringit kasalliklarida, yurak va hazm organlari kasalliklarida ishlatiladi. Demak, katta yoshdagi insonlar yalpizni ovqatga solib iste'mol qilib tursa foydali bo'ladi. Yalpizni urug'i issiqlik bo'lib odamni terlatadi. Tog'da o'sgan yalpizni gullash oldidan tomiri bilan olib damlab ichilsa allergiyaga davo. Ikkinchi, yalpiz 2-3 osh qoshiq yalpizni yarim litr qaynoq suvda 2-3 soat damlab, yarim stakandan 2 mahal ichilsa asab tizimini tinchlantiradi. Uchinchi, asab tizimini tinchlanishi hisobiga qon bosimi bor insonlarning qon bosimi ishchi bosimgacha, ya'ni рабочий давлениyaga tushadi. Yalpizdan farmatsevtika sanoatida validol, karvalol, enantin, anestezol olinadi. Yana Zelenin va Taraskov eritmasi tarkibiga ham kiradi. To'rtinchi, asab sistemasini tinchlantirgani uchun asab sistemasi bilan bog'liq ko'pgina kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Misol uchun ichak ta'sirlanish sindromi. Bunda asab tizimi tinchlangani uchun ichakdagi spazm, xalq tilida qisqarib qolish yo'qoladi va qorindagi og'riq bosiladi. Beshinchi, agar 2 osh qoshig'ini yarim litr suvda qaynatib 2 soat damlab, yarim stakandan yotish oldidan ichilsa uyqu juda yaxshi bo'ladi. Oltinchi, mentol xuddi validolga o'xshash ta'sir qilib, yurak qon tomirini kengaytirgani uchun stenokardiyada ishlatiladi. Mentol yana yo'talga qarshi ishlatiladigan piktosinni tarkibiga kiradi. Bu ma'lumotlar Qalmatov farmakognoziya 1981-yil 160-betda yozilgan. Yettinchi, yalpizdagi fitonsid moddalari esa ichakdagi patogen mikroblarga qarshi ishlatiladi. Jigardagi o't qopidan o'tni, ya'ni safroni ajralishini kuchaytiradi. Demak, jigarga ham foyda. 8. Tog'da o'sgan yalpizni gullash oldidan tomiri bilan olib damlab ichilsa allergiyaga davo. 9. Yalpizni damlab qo'yib, keyin shu damlama bilan yara va kesilgan joylarini yuvilsa, yarani bitishi tezlashadi. 10. Eng ishonchli manbalardan biri ota-bobomiz ko'k somsani tarkibiga qo'shib iste'mol qilishdan tashqari o'zini ham ovqatga solib iste'mol qilishganini hamma biladi va hozir ham shunday qilinadi. Yalpizni quritilganini bozorda sotadi. Yalpizni bir turini esa ekib, kuzgacha shu ko'karib turgan yalpizdan foydalansa bo'ladi. 11. Ba'zi manbalarda yozilishicha 4 yoshgacha bo'lgan bolalar ko'p iste'mol qilsa qon bosimini tushirib, nafas olishini to'xtatib qo'yadi.
Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Yalpiz uchun Maxsumov fitoterapiya darslik 2013-yil 195-bet, Azizova farmakologiya darslik 2000-yil 45-438-bet, Mamedov Xo'jamberdiyev darslik 2003-yil 415-bet, Xalmatov farmakognoziya darslik 1981-yil 159-bet. Jami bo'lib 8 ta kitobdan foydalandik.